Nima qilyapsiz? Mana o'sha maqtayotgan oyoq kiyimimiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bizni kuzatib turganlar. Xo'p, bu safargi obzorimiz o'zimiz Tavra magazindan bo'ladi. O'tgan safar sapoylar haqida ma'lumot bergan edik. Kommentariyada rosa fikrlar kutdik. Birovdan sado ham chiqmadi, xabar ham kelmadi. Yana bir qator video qilyapmiz. Xo'p, bu videoyimiz o'sha quyma terili oyoq kiyimlar haqida bo'ladi. Bu terili oyoq kiyim qurilishlarda, har xil bir fermerchilikda, yerda ishlaydiganlar uchun bob bo'lgan oyoq kiyim. Buni yozda ham bemalol kiysangiz bo'ladi. Ichlari ham to'pmenlari, hamma yo'lari joyida. Terilari original, podojlari quyma. Xo'p, narxi esa donaga olaman siz 155 ming so'm. Optimga olaman desiz, telefon orqali gaplashishimiz mumkin. Bemalol Voha tarafni, qaytmi, O'zbekiston bo'yicha bemalol dastlabki xizmatimiz bor. Optimga olaman deysizmi, donaga olaman deysizmi, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Hop, undan tashqari qora sveti ham bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bukilib, mana tepib, mana bemalol ishtimol bo'lmaydi. Hamma yo'g'i joyida, uni chang yopishdi xolos, tekis, chiroyli chiqadi. Hop, buni ham narxi 155 ming so'm, donaga olaman desiz shu. Hop, undan tashqari sapoyimiz bor. Poshnalari uzun, bu 185 ming so'm narxi, donaga olaman desiz, optimga olaman desiz, telefon qilib bemalol murojaat qilaverasizlar. Hop, undan tashqari qorasi ham bor. Bu ham mana 3 temirli deysizmi, temirsiz deysizmi, shunchaki yengil deysizmi, temirlilardan bemalol chiqarib beraveramiz. Murojaat qilib bemalol telefon qilaverasizlar. Iltimos sizlardan like bosinglar, obuna bo'linglar. Sizlarni kutib qolamiz. Like bosishlaring bizga muhim. Hop. Bemalol murojaat qilaverasizlar, telefon qilaverasizlar. O'zimiz bosib oldik mana. Telefon qilib, telefonlashib turaveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.